O'zgidromet 29 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Shoshmang, bu yolg'on emas, bu asl haqiqat. Ko'rib turganingiz, osilib qolgan qorinni hozir bir zumda hech qanday operatsiyalarsiz ketkazishni yo'lini o'rgataman. Buni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz va shokka tushib qolishingiz mumkin. Ko'rib turgan narsangiz bu original Columbia lateks korsetlarimiz. Sizlarga buni e'tiboringizga havola etayotganimning sababi hech qanday operatsiya, millionlab pullar sarflamasdan bor yo'g'i arzon va bir necha so'm evaziga shu korsetni buyurtma qilib olishingiz mumkin. Natijasini o'z ko'zingiz bilan videorolikda ko'rib turibsiz. Xuddi mana shunaqa natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq Columbia original lateks korsetlarimizni bizga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Qayerdan murojaat qilay deb savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Albatta, bizni raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa biz bilan Telegram orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir necha suratlari va qanday ko'rinishda bo'lishlarini, ya'ni real yana rasmlarni tashlab beramiz. Bizni Columbia original lateks korsetlarimizning sifatiga 100% kafolat beramiz. Korsetlarimizni bemalol bir necha yil davomida taqishingiz mumkin, ya'ni o'zingiz xohlagan natijaga erishguningizgacha taqib yursangiz bo'ladi. Korsetlarimiz suvga chidamli, kir mashinada yuvsangiz ham bemalol sifatini aslo yo'qotmaydi. Sizlarga hoziroq buyurtma qilishingiz uchun ajoyib taklif berdim deb o'ylayman. Biz bilan 94 955 47 97 raqamlarimizga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va so'nggi ob-havo yangiliklarni kanalimizda muntazam kuzatib boring. O'zgidromet 29 aprel kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr taqsim sekund tezlikda esadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr taqsim sekund tezlikda esadi.